Buxoroliklar, bugun Buxoro shahridagi Nizomiy Ganjaviy mahallasida yangi tashkil etilgan mana shu sizlar ko'rib turgan 24 ga 7, ya'ni 24 soat haftaning 7 kunida faoliyat ko'rsatayotgan ko'cha tashkil qilinyapti. Albatta bunday tashabbuslar, mana shunday ko'chalar, mana shunday bayramona kayfiyat muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari, bergan topshiriqlariga asosan tashkil etilyapti. Mana shu ko'chani o'zida 50 dan ortiq akalarimiz, ukalarimiz o'zlarini tadbirkorlik subyektlarini ochib, faoliyatlarini boshladilar. Buxoromizda xudo xolasa bunday ko'chalar nafaqat Buxoro shahrida, tumanlarda ham tashkil etamiz. Umuman 2026-yil xudo xolasa biz sizlar bilan birga mana shunday chiroyli binolar, chiroyli ko'chalar, xalqimiz uchun xizmat qiladigan bino inshootlarini ko'plab tashkil qilishni mo'ljallaganmiz. Men mana shu fursatdan foydalanib barcha buxoroliklarni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Hammalaringizga avvalambor sog'lik, salomatlik, oilalaringizga tinchlik, Buxoromiz hamma vaqt gullab yashnasin. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Kelgusi yil hammamiz uchun omadli bo'lsin. Katta rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.